Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Hanover shahrida Navruz bayramiga keldik. Hozir ichkarida 200 taga yaqin o'zbek yig'ilgan, butun boshqa Germaniyaning viloyatlaridan kelib, birga Hayit ayyomi va Navruz bayramini Hanoverdagi iftixor jamiyati asosida tashkil qilingan bayramdamiz va hozir kirib ichkarida muhitda bo'layotgan voqealarni, qiziq narsalarni to'liq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Birga. Toy bo'yida yo turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Toy bo'yida yo turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Bilagi suyimni olgan yigit, olsang bergina bilagi suyimni. Bilagi suyimni olgan yigit, olsang bergina bilagi suyimni. Chorbog'chaga yor yo'l bo'layim, saman otingga yor bo'layim. Chorbog'chaga yor yo'l bo'layim, odam ko'nsa yor bo'layim. Olsang bergina bilagi suyimni. Odam ko'nsa yor bo'layim, olsang bergina bilagi suyimni. Toy bo'yida yo turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Toy bo'yida yo turgan yigit. Kirib kelishimiz bilan o'sha oldingi videolarni ko'rgan bo'lsangiz, ikkinchi etajda bo'ladi deb aytgandik. Hozir chiqqanimizda hamma o'sha rasmga tushishni boshlagan, kiyimlarni ro'yxatdan o'tkazish paytlari bo'lyapti. Bu yerda kiyim qo'yadigan narsalarni tashkil qilib qo'yishgan. Bu tarafda ro'yxatdan o'tishyapti. Kirib kelaverishingiz bilan bu yerda akalarimiz bilan registratsiyada turibdilar. Nodir tog'i. Familiyangiz ayting. Saidvaliyev. Saidvaliyev. Bu bola yozilmagan. 16-stol. Bo'ldi. Kirib kelgan har bitta odamga mana shunaqa tekshirib olishyapti. Stollarni nomerini kirib, odamlar kirib o'tiradi. Kirishimiz bilan muhitni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek orqada joylar tayinlangan, hamma o'tiryapti va tansiboldan tashqari yana qo'shimcha joylar tayinlashgan. Menimcha odamlar ko'p bo'lganidan, undan tashqari ovqatlanishga qiladigan joy terrasiga tayinlab qo'yishgan. O'sha yoqqa borib ko'ramiz. Terrasaga chiqishimiz bilan bu yerda oshlarni pishirish uchun tayinlab qo'yishgan. Shu Do'st logistika rahbarlari o'zlari pishirib beraman degandilar. Ko'rishimiz mumkin. Gazni pishirish uchun alohida moslamalar, gazlarni tayinlab qo'yganlar. Bitta qozon, masallular, yog', no'xat, hamma narsa. Bu ikkinchi qozonimiz ham asosiy bayram boshlangandan keyin sekin o'sha masallularni qo'yib jarayonlar boshlanadi. Hozir o'tkiragan o'zlari ham keldi. Boshlaymiz уже deyaptilar. Shu vaqtlari bor edi, jarayon bo'layotganda so'rab olaman. Assalomu alaykum o'tkirga, bormang. Charchamayapsiz menga. Xush kelibsizlar. Bayramingiz Necha kilo osh qilyapmiz bugun? Asosiy xolasi ikkita qozon. salkam 20 kilo qilamiz. 20 kilo. O'zingiz pishirasiz. Salkam, ha, shu o'zimizga qoldi. Gap, ikkita qozon tayyorlab qo'yibsiz. Ha, shunday. Qozonlar tayyor. Hozir bir go'shtlarni zakotovka qo'ygandan keyin 20 minutli yarim soatda boshlab yuboramiz. Nimadir o'zi yordam kerakmi? Tegi toshini olib tashlasanglar bo'ldi. Yo'q, men o'zi Gollandiyada magistraturani o'qib, ishga kirib, ish bo'yicha Germaniyada Amsterdamdan Gamburgga yuborishgan. Degan korxona ochilgan edi. O'shani yurg'izishga yuborgan. Shunaqa qilib men Germaniyaga kelganman. Ish bo'yicha. Keyin shu turmush o'rtog'im bilan shu tanishib, shu baxtli oilalardan bittasi bo'lib yuribmiz endi. Go'shtlarni kesib tayyor qilib qo'ydilar o'tkiraga. Ko'rishimiz mumkin, sarv sabzilar kesib tayyorlanib. Bitta savol, shu sabzilarni
Saru sabzini qayerdan topsa bo'ladi? Ko'p joyda yo'q. Sizlar qayerdan oldinglar? Saru sabzilarmi? Gross Market degan joy bor. Optiviy. Hamma restoranni yana qilib shu yerdan oladi. O'sha yerda. Bu yerda sariq sabzi qizil sabzidan почти 3 barobar qimmat. Lekin bugungi oshga o'sha qizil o'rniga saru solmasak bo'lmaydi degan. Yo'q, endi biz ota bobolarimiz endi odatda saru oshga pishirishganda. Saru guruchda pishirib qilingan. Shunga shu traditsiyani ushlab bizda ham xudo xolisa. Go'shtlarimiz hammasini o'sha halol marketlardan olsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Halol marketdan shu turklar o'zimizga bor, ana bitta. Bugungi oshga necha kilo go'sht tayyorlanyapti? O'sha odatda 1 ga 1. 1 ga 1. 20 kilo osh qilayotgan bo'lsangiz, demak 20 kilo. Ha. Shunga yog'iga ham 20 kilo. Osh tayyorlash qobiliyatlari qanday shakllanadi? Shu endi shu aralashib, shu bizda mahallada yurganimiz, o'zi aralashib yurganmiz, o'zi unaqa katta oshlar qilib yurmaganmiz, lekin shu oshxonaga aralashib yurgan bo'lamiz. Keling, boshlovchimizdan. Assalomu alaykum. Boshlovchimiz Tayil sayt boshlovchi, unaqa fol sayt bo'lmadi bu safar. Hali men javob o'rganamiz, praktikum qilamiz, konsul chaqiryapsiz. Men? Go'shtga baho berasiz. Вообще cho'tki go'sht. Qassob so'yib, tanlab olgan joy. Bugun hozir biz bilan Germaniyada elchixonamiz konsullari Oybek aka bilan ko'rishamiz. Siz ham bayram kelganingizdan xursandmiz. Bugungi tadbirda o'sha ko'rayotganlarga o'z tadbirda ishtirok etayotgan o'zbek hamyurtlarimizga tilaklaringiz yoki maslahatlar bo'lsa. Avvalambor assalomu alaykum barcha vatandoshlarimizga. Mana bugun keldik Gannoverga. Juda chiroyli vatandoshlar uchun Navruz ayyomi tashkillashtirilgan. Shu fursatdan foydalanib barcha vatandoshlarimizni bugungi Navruz olam bayramona kayfiyatda bayram kuni bilan barcha vatandoshlarni tabriklayman. Ularni oila a'zolariga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Xonadonda vatandoshlarimizni har doim shunaqa xursandchiliklar bo'lsin. Mana shu mustaqil O'zbekistonimizda mana shunaqa bayramlarni nishonlanishi har doim davomiy bo'lsin. Barcha vatandoshlarni tabriklab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Bu yerda ham hozir bayram jarayonlarida bo'lgan qiziq voqealar, qiziq oshpazlarimiz osh tayyorlashyapti. Bilalashib, yaxshi kutib olishni umid qilib qolamiz. Albatta. Qo'sham. Hamma kelgan mehmonlarga joy belgilangan, o'sha joyda, stolda hamma narsa tayyor qilib qo'yishgan. Hozir o'shani bizda o'tirishibdi, ko'rsataman nimalar borligini. Chiroyli qilib meva, salat, suv, shirinliklar. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, naryoqda tanspol, bu yerda ham stol, bu yerda ham stol. Va narigi tarafda ham juda ko'p stollar bor. Odamlar hali ham kelishyapti. O'sha stollar to'lib qolgan ko'rishimiz mumkin. Asosiy bazm kechasi baribir hali boshlanmadi, soat 2 ga yaqin bo'layotgan bo'lsa. Va bu hozir mana boshlovchini ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Ato, Nechta odam kelish reja qilingandi? Nechta odam keldi? odamlarni soni 200 ta plan qilingan edi reja bo'yicha, lekin yurtdoshlarimiz hali hamon kelishi oqimi to'xtamayapti. O'zbekchilik desa ham bo'ladi. O'zbekchilik desa ham bo'ladi. Birda aytilgan, mana soatimiz nasib qilsa 2 bo'lyapti. Vatandoshlar hali kelishi to'xtagani yo'q. Hozircha 220 ga yaqin joy qilganmiz. Bundan keyinlari juda yana qiziqroq bo'ladi, konkurslar bo'ladi, o'yinlar bo'ladi har xil. Biz bilan qoling, bizni tark etmang. Bu yilgi bayramlarga baroqroq yozilishi esdan chiqmasin. Keyingi bayramlar. Keyingi bayramlarga. Bu yil, u yil. Qora. Men topib olaman, muammosi yo'q. Mana bu yerda osh pishirishni boshlab yuborishdi. Yog'larni, tumbalarni solib gazlar yoqilgan. Ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi qozonni ham hozir tayyorlab yog' bu yerda ham jarayon boshlandi. Soat 2 bo'ldi. Odamlar hali ham kelishyapti, lekin joylar deyarli to'lib qoldi. Bu yerda odam kamligida video olib olaman. Ko'rishinglar mumkin, kiyimlar qo'yishga joylar tayyor qilingan va mana bu yerda fotosessiya uchun gullardan
chiroyli tashkil qo'yilgan. Kirib kelishimiz bilan registratsiyada hali ham ismlar ro'yxatlardan stoldan qo'yishyapti. Stolda belgilangan. Kiraverishimiz bilan hamma stolda deyarli to'lgan. Tashkilotchilar hammaligi bolalar o'ynab, DJ hali ishini to'liq boshlamadi desa ham bo'ladi. O'yin kulgu narsalar. Hamma joylashimi qizlar? 16-stol oldidagilar joylashtinglarmi? Diqqat, O'zbekiston Respublikasining markasi. Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Al-Farob avlodidan asli nasli balki o'zbek, balki Tarxon o'zbegim. Assalomu alaykum o'zbegim. Qorako'z, mehribon, soddadil o'zbegim. Hammanglarni bugungi Navro'z va albatta herzlich willkommen, liebe Gäste. Liebe Landsleute, liebe Freunde, wir feiern heute den Navro'z. Navro'z ist nicht nur noch ein Feier, es ist ein Symbol für Hoffnung, neuer Anfang im Zusammenhalt. Ich wollte noch auf Türkisch, aber den Text habe ich vergessen. Also, arkadaşlar, Türkler, canlarım, maturlarım, Tatarlar, bäriniz hoş geldiniz. Bugün judayam ko'p millatlardan yig'ilganmiz. Nafaqat o'zbeklar, biz iftixor ferayni jamiyati hamma o'zbeklarni bir joyga yig'ishni niyat qilganmiz. O'zbeklarimiz birga do'stlikda bir-birini qo'llagan holda yashashlarini, Olmoniyada integratsiya qilishlarini va albattagi urf-odatlarimizni saqlab qo'yishlarini xohlagan edik. Nimaga 35 yevro, nimaga u, nimaga bu? Men o'ylaymanki, bugun hamma kutganinglardan ham O'zbekistonda ham nishonlagan bayramlardan ham chiroyli bayram nishonlaymiz hammamiz birgalikda. O'shaning uchun hammanglarni xush kelibsizlar deymiz. Aziz o'zbegim, mehribon o'zbegim. Chiroyli misol bo'lishimiz kerak. O'zimizni odobimiz bilan, o'zimizni shiddatli, ana shijoatga to'la mehnatkash qalbimiz bilan va avvalo do'stligimiz bilan Olmoniyadagi O'zbekistonimizni kengaytiramiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman, biz bayramni bir kishi hech qachon eplab qila olmaydi. Iftixor jamiyatini ikkita faol, shiddatli, mehnatkash ayollari bor. Bu Manzura opa va Oydin, meni tanisizlar. Men o'zim 18 yildan beri Germaniyada istiqomat qilaman. Shu 19-20 yoshligimda kelganman, universitetda o'qiganman, o'zim doktorman, oilaliman, 3 nafar farzandim bor, 4-inchisi yo'lda. Odamda xohish va ilhom bo'lsa bas, hamma narsaga vaqt, xohish yetadi. Homiysiz hech narsa bo'lmaydi. Eng katta homiyimiz bu Manzura. Va Do'st Logistics kompaniyasi reklamalarimizni e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistonni bir qadam yaqin qiluvchi, sizning mehringizni posilka formasida, korobka formasida eltib beruvchi Do'st Logistics kompaniyasi. Assalomu alaykum avvalambor vatandoshlar. Men to'g'risi kutmagandim. Shuncha vatandoshni yig'asizlar deb oydinroq sizga birinchi navbatda minnatdorchiligimizni bildiramiz. Elchixona konsullik bo'limi nomidan, elchixona nomidan sizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yerda o'tirgan barcha vatandoshlarni mana bugun hayit, Ramazon hayitini 3-kuni o'zi shu 3-kuni bilan sizlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bundan tashqari Navro'z olam, bahor bayrami, nima deydi, yashnash, gullash va xursandchilik bayrami deb hisoblanadi Navro'z bayrami. Barcha vatandoshlarni, shu yerda o'tirgan barcha vatandoshlarni
Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Xonadoninglarda har doim shunaqa xursandchiliklar bo'lsin. Mustaqil vatanimizda bunday bayramlarni nishonlashlik har doim davomiy bo'lsin. Barchangizni tabriklayman. Rahmat. Endi so'zni shu jamiyatimizning bosh tashkilotchilaridan Manzur aka Jahidga beramiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar. Xush omadli taom. Herzlich willkommen nochmal. Ich denke, men o'ylaymanki, meni tanimaydiganlar juda kam bo'lsa kerak. Men kamdan kam insonlarni yuz taniyman, ko'plarini shu yerda universitetni tamomlab, o'qib, o'zimni firmamni tashkillatganman. Shuning uchun ham yordam bera olaman bu jamiyatga, Islomni qo'shishga. Hammalaringizga, kelgan insonlarga kamdek mendek bo'lishlarini orzu qilaman. Kunimiz xayrli bo'lsin bu yerda bugun. Xush kelibsizlar. Bemalol endi official rasmiy darajada dasturxonimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Shu orada nomerlar yig'ildi. Oybek aka xavotirmang, hamma nomerlarni sizga beramanki, o'zingiz bir chekkadan info yig'ilsin. Nomerlar yig'ildi. Sovg'alar uchun hozir 3 ta nomeri shu paketda nomerlar yig'ildi. Kim bergan bo'lsa, kim omadli bo'lsa, 3 ta sovg'a yetib oladi. Endi biz o'zimiz ayol bo'lganligimiz uchun nuqul ayollar narsasini qaraymiz. O'sha ayollar sovg'asi ko'proq bo'lib qolgan. Mabodo o'g'il bola yutib olsa, xafa bo'lmanglar. Kimdir xursand qilib qo'yasizlar-da, masalan, attaydan O'zbekiston olib keldingizlar. Telefoninglarni berganlar ovozini yoqib qo'yinglar. Maniki deb anonimiz chiqmasin. Birinchi nomerimiz 0100. Birga yozib olinglar, mabodo chiroyingiz bo'lsa. Qanisi? Ana, молодец, omadli sizlarga. Mana sizga O'zbekistondan keltirilgan kosmetika ichida narsalar yo'qmi? Bo'ldi, bitta nomer ketdi. Ulgurmadinglar, tez yozinglar. Men 3-sini tortgunimcha ulgurganlar ulgurib qolsin. Kim ekan bu? Kim? Nima uchunda bir nima bo'lganmi deyman o'sha. Bo'lganmi deyman. İşte ana ayolingiz maktubini Telegram'ga ketyapsizlarmi? Mayli, O'zbekistondan esdalik. Anaqa suvenir taqdim qilamiz. Chorsudan shaxsan o'qib hisoblanadi. Xo'sh, Harna deymizda, harna sovg'ada. Men tanishimni qilmayman, ko'pchiliklarni tanimayman ham. Men aytdim, sizlarga aytdim, yozinglar deb. O'zinglar aybdorsiz. Yana bitta yigitimiz yutib ketdilar. Haqqinglar bo'lsin. Nimaga anjirni olib ketavergan? Hasan qiz deymizlarga sovg'a qiladi. Hasan bo'lsin. Bo'ldi, omadinglar bersin. Bo'ldi, endi taomlarni mazza qilib, chiroyli musiqadan bahramand olamiz. Ozgina pauza qilib, hamma qornini to'ydirib olgandan keyin va musiqani yondiramiz. O'zbekcha ashula qo'yish boshlashdi, bu yoqda o'zi hamma o'yinga tushib ketdi, ko'rchinglar. Max 5 kilodan. 5 kilodan.
ichkarida o'yin bo'lyapti. Bu qozonda oshlarimiz pishyapti. Ichkariga qo'yib turibdilar. Ikkinchi qozonimiz ham mantini birinchi beramiz. Shunda deyapti. Demak, sizga aytadi. orqada hamma o'ynayotganda, muzika baland bo'lganda sizlarga stoldagi narsalar obzorini qilib beraman. Bu yoqda salatlar bor edi. Qomadi afsuski, bu yoq shirinlik, tarvuz, bu yoqda pomidor bodringdan yasab chiqishgan mevalar, suvlarimiz, bu yoqda chakchik, hamma narsalar. Va bunaqa shamlagacha yasatib qo'yishgan. Shirinlik, pishiruvlar. Bu yoqda hamma stollarda shunaqa qo'yilgan, yasatilgan. Odamlar esa raqsga tushib o'ynashyapti.
Yaxshi, qiziq o'yinimiz, pul ishlash opsiyamiz ham bor. Pulga qiziqadiganlar bo'lsa chiqinglar. Aktyorlar bo'lamiz, yoshlar. Shu o'yindan keyin ovqat nasib qilsa. Shuning uchun tezroq o'ynasak, tezroq ovqatga erishamiz. Birinchi juftlik qani? Birinchi juftlik. O'ting. Ikkinchi juftligimiz. O'tinglar. 2, 3, 4-chi juftlik. O'ting. Siz sherikdan to'g'ri. 4, 5. Qizlar birinchi juftliklarimiz. 2 ta juftlik bo'ldi. Yana 5 ta sizlarda, 2 ta sizlarda, yana 3 ta. 1, 2, oxirgi juftligimiz 1. 2. Sherigiz. Sherik kerak sizga. Bo'ldi. Rahmat hammaga ishtirok uchun. Endi qolib ketgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. O'yinimiz nomi xuddi qaychi qog'oz, lekin pul yutimiz bor. Nasib qilsa agar pul ochiladi. Tanga har bir kishiga bittadan yutgan odam tangani sherikdan olib qo'yadi. Oxirida 20 kishining tangasi qo'lida qoladi o'sha o'yinda. Nasib qilsa xuddi qaychi qog'oz 3 marta. Ha. Kameraga qaraymiz. Men uncha muhim emas, o'yinlar muhim. 3 marta. 2 bo'ldi. Ikkinchi juftlik. Sizga qo'ydim YouTube. Ishtirok yakunlaganlar joylaringizni egallaysizlar, hammaga rahmat. Ikkinchisi 3 ta. Ko'zga qarab. Ha. Hudud qaychi qog'oz. 1, 2, 3. Oling. Rahmat. Uchinchisi. Ha. Hudud qaychi qog'oz, ha. Almashing. Yutgan tangasini oladi, yutqizgan joyini egallaydi. Keyingisi. Yuvar, o'ylab option bo'yi ushlaydi. Almashing. Keyingisi. İşte böyle, ne yapacağız? Evet, almashinglar. Assalomu alaykum. Ver. İkide. Bir bo'ldi. 2 bo'ldi. Almashinglar, tugadi. Shuna ham ko'payib ketdi bilan qo'yiladi. 1. Bo'ldi, tugadi. Ha. Sana ne ekansan? Ket. Ver. Bitti bo'ldi sizga. Sizda bitti. Ko'ring. Böyle siz almashing. Assalomu alaykum. Hudud qaychi qog'oz. Sizda bir. O'zi u kishi yutib qo'ydi. Tangiz ber. 1. Sizda 1. 2 ta almashinglar. Birinchi va ikkinchi yutganlar. Tez-tez, ha. Bir bo'ldi. Birga bir oxirgi yutgan ular oldi. Aytdim-ku men sizga. Sizda bir bo'ldi. Tugadi. Siz bilan 2 ta sherik. Siz yutdingiz bitta. 2 ta yutdingiz. Qizlar aktiv bo'ldi. 2 ta bo'ldi, sizga oling. Sizda bitta. Sizda 2 ta. Sadece Kings. Ato'g'li. Sizda bitta bo'ldi, bir bo'ldi. Tugadi, yutdingiz, oling. Ha, shunda bitta sizda o'sha Kings.
Bir. Siz qani? Nechta qoldi? Nimaga 3 ta qoladi? 4 ta qolish kerak. Qani bitta ishtirokchimiz? Tangalar olib qochibsizlarmi? Ikkalar o'ynaydi, finalga chiqish kerak. Finalda o'ynaysiz. Bir. Siz 3-chi o'rinni oldingiz, endi xafa bo'lmaysiz. Oxirgi yetgan shu bilan o'yinimiz tugaydi. Konsentratsiya 1, 2, 3. 1. Sizda 1. 2 ta bo'ldi. O'ling to'g'ri. Oldimizdan YouTube ishtirokchimiz. Hammaga rahmat. Siz o'zi mana YouTube egasi bo'ldingiz. Bayram vaqtida birlikda feedback bering. Qanaqa o'tyapti bayramimiz? Yo'qyaptimi? Nima kamchilik yetarsiz? Bayram juda ham zo'r o'tdi. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Energiyaga boy, baribir o'zimizni o'zbek insonlarimiz yuzi issiq insonlarni ko'rib xursand bo'ldim. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Bayram yaxshi o'tkazinglar. Kattakon rahmat hammalaringizga. Bu yoqda Azizbek rasmga olyapti. Navruz bayramimiz hali davom etyapti. Eng qiziq joylar endi keladi. Ovqatlar, boshqa konkurslar. Hozir davrani qizityotgan, hammani o'yinga o'ynab lol qoldirayotgan Azizbekdan kichkina feedback olamiz, qanaqa o'tayotganligi. Qalay? Feedback bersam, Navruz bayrami aslida zo'r o'tyapti. Cho'tki, ham biraz odam ko'p bo'ladi deb o'ylamagandim. Juda ko'p odam, buncha odam o'ynaydi deb o'ylamagandim. Hamma o'ynayapti, nasreniya zo'r. Tamom o'tirib qoldi, baqiraverib, hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Bayram вообще zo'r. Qalbi endi boshlanishi yana. Ha, o'zi tomog'i ovoz ketib qolganini bilsa bo'lib, baqirib o'ynayotganligidan o'zi nechinchi marta bunaqa bayram kelish? Bu bayram o'zi birinchi marta kelishim. Endi bayramga keyingi yil ham kelaman agar bo'lsa. Bu birinchi marta. Shu bayram kelmaganlar va keyingi yil misol keyingi yilda ko'rayotgan yoki kelish o'ylab turganlarga nima degan bo'lardingiz? Kelish kerakmi? Qatladan bosib Gammaverda. O'zim Leipzig tomondan kelyapman. Zangerhausendan birinchi Meppenga keldim. Tanishim qoldim, keyin bu yoqqa keldim. 8 soatmi, 9 soatlik yo'l. Arzirganmi? Arziydi vashta, chunki odam o'ziga yaqin odam ko'radi. Baribir o'zimiznikilar bilan hamma issiqlik bo'ladi. Hamma yuzi qaynoq, nur taraf turadigan odamlar. Mazza keyingi yil kelaman deydiganlarga, kelmoqchi bo'lamanmi yoki yo'q o'ylab turganlarga maslahatim shunchaki kelinglar, ko'rishamiz keyin, hamma mazza qilib o'ynaymiz. Hali eng qiziq joylari hali boshlanmadi. Hali o'sha yemadik hali. O'sha boshqa narsalar bor. Yana energiya to'lib o'ynaymiz. Bayram oxirida yana qaytamiz. Mantimiz tayyor bo'lgan ekan, o'shani shu olib hozir stolga tortish uchun tushirib o'shani olamiz. Mayda suvi bor. Keyin ash idishini to'lashtirib berasa, tezda yudirib qaytarganligi. Mana mantilarimiz tayyor bo'pti. Yana bitta list tayyor. Va isitib tayyor bo'lib Yuvib sразу ashirasiz, sразу monteramiz. Bu hozir 1 minut tursin, buni ham liftga qo'yamiz. Bremen Bu yoqda men biriga ketdim. Bu yoqda liftimiz shu ovqatni qo'yib, o'zi restoran bo'lgani uchun moslashgan, pastida hamma zagatov qiladi. Mantilarni qo'ydik, ikkinchi partiyasiga bechiq ketyapti. Birinchi yosh kattalarga tarqatishib, keyin yosh degan hozir tayyorlanyapti. U tayyor bo'lish bilan ikkinchi partiyani keyingi qismdagi mehmonlarga tarqatishmoqchi. Avri München, Österreich, yaxshi chegarasi yo'q. Dunyo bo'yicha o'tib ketgan. Xo'sh, sizga yoqyaptimi? Judayam yoqyapti. Minuslarni ham aytavering, ochiqmiz. Demokratik davlatda yashayapmiz. Judayam yoqyapti. Biz birinchi marta biz oilamiz bilan, xo'jayinim, o'g'lim bilan taklif noma uchun katta rahmat. Biz Shimoliy dengizda ishlayotganmiz. Jamoa borligini bilmaganlikdan uzr. Endi bir olim shuni
Bo'lib ishimsiz bo'lmasam. Qani mayli orqadagi ko'rdinglar, bizda постоянный klientlarimiz ham bor. Постоянный klientlar. Endi yangi klientlarga Если что, odamlar tanirdim. Bu safargi bayramimizda judayam ko'p yangi yuzlar, judayam ko'p yangi tanishlar. Birortasiga bir narsa qo'yganmiz. Xo'sh, sizga bayram qanday yoqqan? Bu tomonda piyodalar bormi? Xotinning charchib jurib ketmasin. Ular gaplashaman takror, shu bo'lar takror. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doğuşan başlaşı. Beğendiniz. Ama gerçekten deganimda shu stoldagina ko'zimga ko'rdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isming va qaysi shahardan keldingiz? İsmim Bobur, Hamburg shahridan. Ko'rdinglarmi? Bramburg, Auri, Bori, hamma bor. Kichkina joyi ham bor. Xo'sh, xursandmisiz? Bormisiz? Qanday kelasizlar? Pastayanlik klient yo'qmi? Bular pastayanliklar bizga xiyonat qilmaydi. Shu mashinada bitta bo'ydoq bola bor ekan. O'zbekistonning qayeridan? İsmi Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Bu yoqda qaysi shahardan ketdi? Poytaxt Berlindan keldim. Bo'ldi, bu yoqqa sekin mantilarni tanovul qilamiz. Ungacha shu bolalarimiz o'zini qoldirib, shu bolajonlarimizga ko'tarib o'rtaga qo'ysanglar. Men bejizga boshlamadim. Yoshlarimiz bu bizning umidimiz. Ular bizdan o'rganishadi. Birinchi shundan boshlaymiz. Keyin o'zbek tilini o'rgatamiz. Keyin urf-odatlarimiz, oqibat nimaligini, farosat nimaligini o'rgatamiz. Endi hamma bolalarni oldinga jo'natinglar. Bizni iftixor jamiyati nomidan har bitta bolajonimizga sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Shirinliklar, lazzatli narsalar, o'yinchoqlar. Hamma bola bir nima olib ketish kerak. Oldin xo'jalarimiz bizga shahar olib keladi demoqchasiga o'rab. Endi bo'lsa bizning vazifamiz ularga to'laqonli sovg'a bilan xursand qilish
bo'lsin. Ayniqsa bolajonlarimizga. Kelinglar, qani bolajonlar. Aytgancha Vatandosh fondidan o'zbek ertaklari bor. Iltimos, hammanglar uyda o'zbek ertaklarini o'qib beringlar. Keling. Kelinglar, bu yerda rosa ko'p sovg'alar bor. Kim xohlaydi yana sovg'a? Kimlarga yordam berib turadi yigitlardan? Kelinglar. Hammaga bor, hammaga. Men faqat sizlarga bog'lagandik. Kechasi yana anu pachorga mikrofon. Qizlarni urushi o'rgizlatib, zo'rlab, majburlab shu bitta sahna ko'rinish tayyorlaganmiz. O'shaning uchun ana qattiq baho bermaymiz professionallar darajasida, lekin professionaldek tayyorlanganmiz. Bemorlar uchun doim bag'rini ochgan shifokorlarimizga salom. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Eshitib olinglar shifokorlar, sizga salom, yor, yor. Tinch hayotimiz naqshi, asli hammadan yaxshi. Bizga eng zo'r ta'lim soqchi o'zbek o'g'lonlariga salom. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Eshitib oling o'zbek o'g'lonlari, sizga salom, yor, yor. Oshxonadir ofisi, sura tugamas ishi, birdek o'tar yoz qishi, bola ro'zg'or tashvishi. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Eshitib oling uy bekalari, sizga salom, yor, yor. Har bir ishda sarishta, oilada u farishta. Hozir nozir har ishda, ularga o'zi rishta. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Eshitib oling opa singillar, sizga salom, yor, yor. Qizil olmaning po'sti, qolmasin kam bu ko'sti. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Eshitib oling barcha mehmonlar, sizga salom, yor, yor. O'zbekistonda bir odatlar bor. Bizda har xil viloyatlar bor. 12 viloyat, 12 xilcha urf-odat. Bu kelinimiz hozir Samarqandcha urf-odat bo'yicha kiyinib olganlar va Samarqandcha salom beryapti. Vodiy tomonda boshqacha salom beriladi.
va yuzlari yopiq. Uni hozir buni ham bir odati bor. Yosh yigit oladida yuzidagi pardasini olib qochadi. Undan keyin kelinga qarash mumkin. Bu bizda odat. Hozir biz yosh yigitcha bilan kelishib oldik. Ha? Odatda mevali daraxtni shoxi bilan olish kerak. Buning ham bir ramziy ma'nosi bor. Ko'p farzandi bo'lsin degan ma'noda. Endi mevali daraxtni sinolmaysizda. Sal topishgan bo'lib qoldi. O'shaning uchun mayli endi qo'li bilan olib ketadi. Endi olingda qoching buni. Olingda keting. Молодец! Salom salom yor yor. Kelin salom yor yor. Hamma kelgan mehmonlarga. Shukur. Salom yor yor. Ichkarida o'yin davom etyapti. Qizlar, ayollar milliy raqslarda o'ynashyapti. Bu yoqda esa oshimizni guruch solish jarayoniga manimcha keldik. Faytiga keldik mana. Bismillah.
Ato. Ato. Ajab. Ajab, endi osham lekin ajab bo'lyapti-da. Ajabo deydigan osh bo'lyapti. Karaoke qo'ymaymiz uni. Bu yüzden. Fikr. Bitta nima qilib olaylik? Joy bo'lsin emas. Gap jizzi ustilariga. O'zingizning fikrlaringiz qanaqa? Fikrim zo'r. Odamlarda kuch to'la ekan, mazza qilib kuch yig'ib kelishgan, o'ynashyapti. Hozir xonim tarqatildi yarim odamga. Bu yoqdan hamma xizmatda, hamma qarashishga harakat qilishyapti. Bu yerdan o'tkiragan o'zlari osh bitta qozon уже damlangan ekan. Naryoqda guruch solib bo'lganlar. Katta odamlar kelib qolibdi-yu. Mana ikkinchisiga guruchlarni qo'yib, sekin tilyaptilar. Assalomu alaykum aka, hormat charchayapsizlarmi? Shunaqa xalaqit beramiz. Osh xudo xolasa pishib qoladi ungacha. Hozir o'sha pasta xonimlarni tayyorlab zakot o'qib hammaga tarqatib olgandan keyin bu osh ham ancha pishib qoladi. Ichkariga kirib davom ettiramiz. Bu yerda hozir kapkir yasadingiz-ku qo'shib. Kapkirlar, qozonlar qayerdan kelgan hozir shu savol. Kapkir hammasi Toshkentdan. Qazini olib keldim, qattiq qo'yasiz. Qozon, shoqqa qo'yasiz. Qozon Toshkentdan. Chugun qozon. Toshkent chugun qozoni 60 litr. Qalinkalar olib kelasan. O'choni shu yerda yasatamiz. Qozonlarning kattaligini qanaqa olib kelsa bo'ladi? Qozonlar katta shu logistika bilan kelasini zakaz qilib. O'zi bu Navro'z bayramini asosiy hamkori ham shu Do'st Logistik o'zingizni tashkilotingiz logistika bo'yicha shug'ullanadi ostona. Demak, o'zingiz olib kelgansiz firmadan. O'zbekistonda ham bering. Ancha arzon tushadi bu yerdan sotgandan ko'ra. Yo'q, bu yerda yo'q. Yo'q. Bunaqa katta qozonlar eng katta qozoni, chuqur eng katta qozoni 22 litr. 22 litringizga 4 kiloni mazza qilib damlaysiz, 5 kiloda qiynaladi. Xohlasa ham topolmaydi, kim topolmaydi odashqa. Bular katta bizaniki yo'q, katta qozonlar. O'zbekiston narsalari, ya'ni bularda unaqa madaniyat yo'q, katta qozonga pishirish. Shu 22 litrlikda ham shu o'zlari Sovetskiy Soyuz o'rishlari, o'zimizda yashab kelgan ancha osh yaxshi ko'radigan ishqibozlar qilib qiladi. Demak, ham restoran ochayotgan Berlinda yoki boshqa shaharlarda ochishyapti-ku, o'zbek oshxonalari. Ular hammaligi qozonni O'zbekistonda. Odatda O'zbekistondan bo'ladi. Ularniki sal boshqacha. Biz endi ochiq anaqada qilamiz-ku, bularda elektritsisi ham bor. Kattasi yaxshilari. Ular shu men o'ylayman O'zbekistondan olib kelishadi. Demak, kimdir O'zbekistondan va Yevropadan O'zbekistonga bormoqchi bo'lsa, bemalol. Har hafta bizda jo'natma bor. Pochta jo'natmasi bor, u har hafta. Shu yurlitsolarga kommersiy yuklar ham chiqaramiz. O'sha zaprosga qarab. Katta оборудование, mashina, shu pochtadan tashqari hamma kommersiy yuklar.
boshqa misol logistika firmalariga nisbatan qanaqadir farqi, ustunligi, o'ziga xosligi bormi misol? Eng ustunlik tarafi bizni arzonmiz. Lekin shu darajada arzon bo'lsa ham sifatimiz baland bo'lsa baland, lekin past emas. Shu endi yana qatorlari ko'p, 10 tacha bor. Shu ikkitasi eng asosiy. Hozircha shuni ochib turaman deysiz. Eng asosiysi shu. Bu iftixor jamiyatini asosiy tashkil qiladigan bayramlari, hamma narsasi non-profit, o'sha foydaga asoslanmagan deyiladi. O'zingiz demak qo'llab-quvvatlash maqsadida sponsor bo'lib boshlangan. Baribir shu endi baribir o'zbekmiz, baribir aylanib o'g'irib vatan, o'zimizniki baribir o'zimizniki, qachonmi, to'g'rimi, boshqachami, o'zlarini qora ko'zligi. Rahmat kattakon, hozir xudo xohlasa oshib pishsa, sizni qo'lingizdan oshib ko'radiganmiz. O'zingdek bo'lib gapirib. Ichkarida lapar boshlayapsiz. Aka, men tayyorga bo'ladi. Yana so'zlarimiz yetarli-da. Mana shunaqa ovoz chiqmasa, kapkir tashlab tushib ketgan. Alhamdulillah, shu ustozimiz olib ketgandek. Qilib mana qo'yamiz. Hidini o'zidan aytaman. Haqiqiy shu Toshkentda yeydigan oshlarimiz O'zbekistonda oshlarimizga o'xshab turibdi. Mana shu sarı sabzi ham ko'p ta'mini beradi. Hidi ham, magizlari. Yo'l osh tayyor bo'ldi. Ichkari desa, lapari boshlayotgan. Hozir ham qo'shib harakat qilaman. Darrov topib olaman, o'zi qo'yin maydayo. Yallala yorim, yallala, yallala, shaylik. Ishtaba ko'ptar bir bo'ldi, hasratlashaylik. Yallala yorim, yallala, yallala, shaylik. Yallala, shaylik. Ishtaba ko'ptar bir bo'ldi, hasratlashaylik. Ishtaba ko'ptar bir bo'ldi, hasratlashaylik. Namakanning olmasi anor bor ey, ko'nglimda titgan shahrdor ey. Namakanning olmasi anor bor ey. Yalog'az manam, galing bilan ol, galingga bormasman. Kim qancha yeydi deb so'rab kelgan. Qani ko'ryapsiz mana bu o'ynashtirgan yaxshi bo'ladi. Böyle polis kesti olmuyor mu? Görüyor. Tamam mı? Hadi. O da oluyor. Ama kesiyle kazanır. İftixor ularga yaqinda ochdik. O'shanga. O'zamiz olarkan. O'sha yerda hammasi tur. Yashang. Hiç kimden kam emassan, bil, bolasisan O'zbekiston.
Sekinroq, buncha tez. Ham ochishdi, osh tarqatilyapti. Suzib, go'shtlarini, qazilarini ustiga qo'yib. Assalomu alaykum. Hasharliga akalarimiz, hasharli. Hozir ichkariga bitta oshni o'sha eng oxirgi stolgacha ketaverishini ko'ramiz. Bu yerda o'tkiraga ikkinchi qozonni ochib, go'shtlarini olibdilar. Buni to'xtab turasiz. Kimga? Bu orqadagi bitta qozonimiz tugadi. Bu boshqa cho'p. Shumi? Shayton. Sizga qaraganda ham cho'tki chiqdi. Yo'q, hammasi yaxshi. Quvonib. O'tirib yig'ilamiz. Bo'ldimi? Qaraysiz. Mashinadan o'tib. Qancha bo'ldi? Hozir bo'lib keladi. Shu oshni qo'lma-qo'l sekin eng oxirigacha tarqatadi. Tarafga boshdan deganda. Ketishdi ikkita bora ketdi. Go'shtlarni ham oling. Qazilar. Qatdan qaynar ekan. Beryapti. Hozir go'shtlar qo'yapti bog'imiz. Chiroyli. Yuvganda, ashuna sirazi olib kelyapti. Qazlari bilan chiqyapti. Haydi. Nasib ham ochdi shoda. O'tga keldi. Navbat bayramida to'ylarga tashkil qilgan. Xayol bo'ldi lekin bo'ladi. O'ylagan endi kirmaymiz. Tarelka ko'sa bo'ladi bo'ladi. Qaramash tarelka. Kishi osh baribir o'zimiznikida. Xizmatda jarchaning ko'rishamiz. Har hafta kelib shu somsalarni bitta ham pishirgan. Uxlamasdan o'zini vaqtini ketkazib, o'shaning uchun birinchi o'rinda birinchi o'rinda bu qiz rosa pazanda qiz. Uyimga kelsa har nimani pishirib ketadi. O'zi ideyalar beradi. Ko'nglim xotirjam, uyimni shundoq tashlab chiqib ketsam bo'ladi. Bolalarim bilan qo'shib qochib ketaman deyman. Hammasini dondirib, pishirib, kuydirib bolalarga qarab o'tiradi. O'shaning uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Birinchi piroglar pishirib kelasiz. Laylajon, siz hech qachon biz uchun yo'q demadingiz. Shu ne'matlarimizni hech qachon tayyorlamas edik. Biz hech qaysi birini magazindan sotib olmadik. Har bitta nozik ne'matlarni o'zbekcha usulda, uyda onalarimiz retseptlari bilan tayyorladik. Bunga Laylo yana boshqalarni keyinroqlarni aytamiz. Yordamlari katta. Biz hech qachon unutmaymiz Laylajon bu. Padarka ham, sovg'asi ham, ko'ylak va yana boshqa oldida narsalar va qo'l-qo'ylak dokumentatsiyaga olingan iltimos. Sizlardan keladigan tashakkurlar. Mani tashigan, men bilan keyin birga stollar tashiganmiz. Nimaga o'sha yerda bo'lmagan bilmayman, lekin o'shaning uchun kuchini, quvvatini, vaqtini ayamagan Zulfiyaga kattakon rahmat. Unga ham milliy kiyim, yuzlik uyingizda bizni choy-poyga chaqirganingizda qilamiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Keyin faqat qizlar emas, keyingi rahmatimiz endi o'g'il bolaga sovg'a olish
mana bir nima xizmat bo'lib turadi. Vaqti yo'q bilaman, o'zim meditsina o'qiganman, qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman. Kechasi bo'lsa kechasi, kunduzi bo'lsa kunduzi. O'shaning uchun Said o'zini ukamdan o'rgan. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'ra. Bu bola tilla g'alati. Imtihonimiz shunday ko'p, bir vaqtda shirinlik yegan odamman. Menda imtihon boshida bir shirinlikka boshlayotganda imtihondan yaxshi o'tib olishingizga. Keyingisi biz hozir yangi uzoq shaharda tursa ham bizga ko'ngli yaqin bo'lgan bir inson bor. O'zi Taho deymiz, Taho deyiladi hammani. O'shanga o'ylagan Nodir Taho deymiz. O'zi mendan yosh bo'ladi. Shu yigit birinchi Navro'zimizdan beri keladilar. Leipzig tomonda yashaydilar. O'sha yerdan vaqtlarini ajratib har doim keladi. Bu safar to'g'risini aytsam, boshida biz ozgina qo'rqinch bo'ldi, chunki odam mas'uliyat. Kimimiz qirib olib, keyin tag'omga aytdim, tag'om ilojini qiling. Keyin tag'om o'zi bitta yo'l ochib berdilar. Shunday qilib biz Boburbek bilan ishga tushib ketdik, videolar tushirdik, reklamli roliklar tushirdik. O'shaning uchun sizga kattakon rahmat. Kecha qilgan mehnatingiz uchun ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Uzoq yo'ldan kelib bo'lsa ham yonimizda turganingizga kattakon rahmat sizga. Kam bo'lsa ham ko'p o'ringa qo'yamiz. O'zini aytsam, bizda qanday oldi, berdi, hisob kitoblik o'zbek ukalarimiz, singillarimiz bilan. Lekin shu ukalarimiz hammasini nima so'zlarni, bayramga nima kerak bo'lsa, atlas, hamma narsani olib kelishdi. Bu Azizbek bilan Og'abek. Biz bayramga sizlar to'lamaylik, chunki sizlar keltirgan pulga biz olib keltira olmasdik desak, bayramga ham to'laymiz ishni, olib beramiz ham deyishdi. Shunchalik qilgan mehnatlariga rozi bo'linglar. O'rniga qarz-qarz olib kelsanglar bo'lardi, lekin biz o'ylaganimiz kattakon rahmat sizlarga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yana qizlarimiz qoldi. Raqsga tushgan qizlarimiz qoldi. Ikkitani ashula aytgan qizlarimiz qoldi. Endi bu qizlarga sal aniqroqda kecha bolalar chiqishmadi. Shunday aytib o'tishim kerak. Chaqirdim, voydod kuyib ketyapmiz, uxlamayapmiz. Desam, lekin oyoq turib chiqishmadi. Uzoq turishmaydi mendan. Lekin o'ylab berishdi. O'shaning uchun buni ham qadrini bilish kerak. Hamma ham videoga aytishim kerak. 20 ta odam oldida, qizim, 220 ta odam oldida raqsga tusha olmaydi, ashula ayta olmaydi. Bu har kimga ham berilgan iste'dod emas. O'shaning uchun sizlarga berilgan iste'dod uchun kattakon rahmat. Agar mehnatingizga rozi bo'linglar, sizlarga ham hozir sovg'alar beriladi. Uyda maza qilib choy ichasizlar. Birgalashib. Rahmat kattakon. Hamma kuchi yig'ib oldimi? Bu yog'iga rahmat bo'lib ketdi. Men yana bir marta takrorlayman. Ishonchli kompaniya bor mehringlarni Do'st Logistics orqali O'zbekistonga yuborsanglar bo'ladi. Biz bilamiz, o'zbeklar juda ham nima deydi, bori bilan bo'lishadigan bo'ladi, ota-onasiga jo'natadigan, farzandlariga, oilasiga yuboradigan bo'ladi. O'shaning uchun shu firmadan bemalol men universalda gapi bor. Hand of soil deydi. Qo'limni olov ustiga qo'yib ayta olaman, eng ishonchli kompaniyalardan. Shularga ham kattakon rahmat. Bugungi oshimizni pishirgan ham bu Do'st Logistics kompaniyasining boshlig'i bo'ladi. Shu reklamadan men ham foydalanib, o'zimni aytay. Menga ham bitta yordamchi kerak ishxonamga. Medsestralar kimga qiziqish bo'lsa, kanoferda, pravasi bo'lganda bu yoqda o'sha so'zga chiqib hammani tabriklab nafishatdi. Bu yoqda oshlar suzilgan. Hamma osh yeb, eshitib
ovqatlanishyapti. Xullas hozir turmush qurganlar yoki Keyingilar o'tiring. Sizlar qanday tanishibsizlar? Bizlar qarindoshimiz. Mana ko'rdinglarmi? Bular bizni O'zbekiston shart qarindoshim jiyanim deb boradi. Shunaqada, shuning uchun qarindoshlar ham ko'p. Endi ikkita baqqol kelib qoldi. Bemaza qonunlar ko'p degan. Lekin unaqa bemazalashmaylik o'rtoqlar. Hammamiz bizga mehrimiz oshib toshib yuraylik. Endi to'g'ri. 22 noyabr, 22 sanani rosa 22, 11-22 yorgan ekanlar. hozir bayramda yangi konkurs o'tkazishyapti. O'tiring. Bo'ldimi? 5 tasini so'rashdim. Nima konkurs? Bu konkursda turmush qurgan turmush o'rtoqlar ikkalasi bir-birini qanchalik bir tushunishini sinaydigan konkurs bo'lgan. Bitta savol ikkalasiga ham beriladi va javoblar agar bitta bo'lsa yaxshi tushunadi. Agar ikki xil tushunib qolgan bo'lsa, nazil tariqasida davom etaveradi shunaqa. Yoki uyda urush bo'ladi. Yoki uyda bu kecha qattiq urush bo'ladi. O'shanga hozir juftliklarni chaqirib savol javoblar qo'ydilar. Qayerdasiz? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Çok. Ayasi. Ayasi. Qaytaradi. Endi ayasizda endi. Siz qaytaradi. Sizga yangi so'z o'rgataman, gap. Bering. Shu tilni ham talonchidim. Qo'ying. Yangi levelga chiqasizlar shunda. Ana bo'lsa ham har doim qachon kelasiz deb so'raydi. Ishon deydi. O'zi Asqarbek ham zo'r bola-da o'zi. Ishon zo'r ikkitamizdan chiqib Hozir shu o'sha ikkita turmush o'rtoqlarini kim qaysi so'zni ko'p ishlatishini so'rab, o'sha birligidan bilib olishyapti. Shu tarzda. parchaga ko'proq simpatik qilib, Va undan tashqari boshqa yana ko'rsatuvlar, boshqa yana savollarni tayyorlab qo'ygan, o'shalar o'tkazayapti. Bilib qilasizlar, faqat ana bo'lsin, chin ko'ngildan to'g'ri qarsak bo'lsin. Asqarbek yonimda o'tirib turib oladi. Asqarbek bilan isminglarni bilmadim. Asqarbek bilan Aloxonga qarsaklar. Asaloy va Sardorbek. Endi hamma tushunib yetdi shekilliga kim yetganini. Qaysi? Kimdilar? Robiya bilan Jamshidbek yutishdi. Ganovi Tava. Endi biz mana kichkinagina tayyorlagan sovg'amiz bor. Jamshidbek, siz rahmat deysiz. Shunchaki bu Robiyaga. Uyga keladi. Eng muhimi uyga keladi. O'zi kattakon rahmat chiqqaningiz uchun. Sizga katta rahmat Oydin opa, charchamang. Sizni ahvolingizda 3 ta bola, 4-kuyovda respekt. Aytyapman-ku, anaqa bo'lsa anaqa ichingizda olov yonib tursa, любой tog' Farhodga ham ana bo'lmagan. Yo'lida turmagan. Endi DJimiz ishga tushadi-da, o'rtani qizdiramiz. Aytgancha ochiq edi, biz oxirida ammo bunday yiqilib bir-birimizni xayrlashmaymiz. Ketgan ketaveradi, lekin iltimos yig'ishtirishga, shu joylarni yig'ishtirishga odam kerak. Biz chunki kuni shu 4-5 ta odam kechasi bilan uxlamaganmiz. Biz uxlamaymiz, eplolmaymiz, ochiqdan aytyapman. O'shaning uchun yig'ishtirishga iltimos o'zingizlardan, vijdoningizlardan kelib chiqqan holda o'zingizlar qolinglarda yig'ishtirishinglar. Men hech kimni majbur qilib ani qilmayman. Oxirgi kam qolsa majbur qilaman, ishni qulflab qo'yaman. Aziz vatandoshlar, bayramimiz ham o'z yakuniga yetmoqda. Kelgan, tashrif buyurgan mehmonlarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Keyingi yilda yana xursandchilikda, iliq kayfiyat bilan xursandchilikda eng avvalo ko'rishish yana nasib qilsin. Hammaga sog'lik va Navro'zda keladigan yangilanishni ich-ichida his qilishini xohlayman va tilayman.
Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Meliva Laylo. Men Iftixor jamiyatining bir a'zosiman. Mana bugun Germaniyaning Hannover shahrida o'zbek vatandoshlarimiz bilan birgalikda Navro'z va hamda Hayit ayyomimizga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etdik. Bunda juda ham ko'p o'zbek hamyurtlarimiz keldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hamma kelganlarga rahmat aytamiz. Hammani ko'rganimizdan xursandmiz. Hammaga O'zbekistonlik va Germaniyadagi o'zbek hamyurtlarimizga mana shu kirib kelgan Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hammaga baxt, omad va nimaiki niyat qilgan bo'lsam, hammasi Alloh xayr berishini tilab qolamiz. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Bu yoqda hozir mana tashqarida terrasada ovqatni o'sha hashardagi insonlar o'zimiz ovqatlanamiz. Mana bu bolalar sizlardan intervyu olaman. Qalay ekan sovg'a yutish, eng mehnatkash insonlardan biri bo'lasiz. Hasharkash insonlardan biri. Hasharkash. Musurkash demas yaxshi. Ikki og'iz so'zingiz bayram haqida. Endi bayramni tashkil qilganlardan emas, kelganlardan so'rab qolamiz qanaqa bo'lganini. Buni qanaqa qilaman degan savollaringizga javobni ana Iftixor hamjamiyatining YouTube'dagi kanali bor. Instagramda Iftixor jamiyatini akkaunti bor. Yana Bobur tog'am o'zlarini profillarida ham ketadi. O'sha yerda kommentariyalarda nima qanaqa reaksiya bo'lsa, class, dislike, kommentariy aktiv ko'tarib bersalaringiz bo'ldi. 3 yildan beri Gannoverda Navro'z bayramiga qatnashish va Iftixor jamiyati tashkil qildi. Nima asosiy sabab? Asosiy sabab Gannoverda juda ham ko'p tanishlarim bor. Ustozim ham shu yerdalar. Keyin samimiy insonlar juda ko'pligi uchun endi qanday desam, tortadi o'zini. Gannover o'ziga tortadi. Shuning uchun rahmat. Bayramlarda muntazam qatnashib kelamiz. Sizlar ham qatnashinglar. Iftixor bilan qolinglar. Tamam. Mana bu yoqda mana hasharadagi insonlar uchun osh, mantalar qilib o'zimiz pir qilyapmiz. Rahmat. Kimga rahmat deganim shu rahmat. So'zli bo'lsa, hammaga rahmat. 4 kundan beri xizmat qildingiz deyishdi. Rostdan shunaqami? Shunaqa. 30 kilo sabzini to'g'rash kerak, osh qiladigan narsani maslahat tayyorlash kerak, endi joylashtirish kerak odamni. Joylashtirish kerak odamni, salat svejini kesib, endi xalq yaxshi dam olsa biz xursand bo'lamiz, xalq uchun qilamiz hammasini. Mana o'sha bugun shu insonlar bilan tanishdim, ko'p juda yangi insonlar bilan tanishdim. Mazza shuning uchun ham mana shunaqa o'zbeklar hamyurtlarimiz yig'iladigan joylarda qatnashib, yaxshi vaqt o'tkazish, yaxshi ovqatlanish, undan tashqari yaxshi insonlar bilan tanish orttirish imkoniyati bor. Shu bilan videoni ham tugatsak bo'ladi. U yoqda bayramga rozыгрыш qilamiz, rozыгрыш 5 ta joy bepulga. Eng aktiv komment, eng ko'p komment yeganligi, eng ko'p like komment kelganlarga 5 ta bepul joy. Aylanib qilib chiroyli kutib olamiz. Saydagan o'zining hisobidan to'lab bayram ham tugib qoldi. Kim raqsga tushayotgan bo'lsa davom ettirib, qolganlar qarashyapti va shu bilan biz yo'lga chiqib, voqlik ketadiganlar yo'lga chiqishyapti va qolganlar xizmatda qarashishda va o'yin kulgu bayram davom ettirishda davom etishyapti. Hammaga kattakon rahmat. Video qiziq yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qo'llab-quvvatlaylik.